Bugun sizlar bilan xitoyliklarning eng yaxshi ko'rgan taomi fried rice tayyorlaymiz. Har doimgidek guruchni yuvib, ozroq yuvitib olib, sariyog'ida hamma tomonini bir xilda qovurib olamiz. Qachonki yuvitilgan guruch bir xilda qovurilgan paytda yumshoq bo'lib ezilib ketadi. Tuz va ko'mguncha qaynagan suv solamiz va 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Natijada fried rice uchun eng ideal darajadagi guruch tayyor bo'ladi. Aynan guruchning qaynoq paytida tuxum sariqlarini solamiz, yaxshilab aralashtiramiz va sovitishga olib qo'yamiz. Qizgan yog'ga chesnok va ketma-ketlikda barcha sabzavotlarni solamiz, ularni ozroq qovuramiz. Keyin bo'lsa olib qo'ygan tuxum oqimzani xuddi shu ko'rinishda qovuramiz, sabzavotlar bilan aralashtiramiz. Ozroq soya va tuz olib qo'ygan guruchimizni sabzavotlarga solib yaxshilab aralashtiramiz. Ularni ham ozroq qovurib olamiz. Faqatgina sabzavotli bo'lib qolmasligi uchun tovuq go'shtini aynan shu usulda tayyorlasangiz juda ham mazali. Soya sabzavotlar va ancha yillardan beri bizning bozorda bo'lgan lyubimiy tomatlardan ozroq qo'shib yaxshilab aralashtirib, tovuqlarni qizartirib qovurib olamiz. Bu usulda pishirilgan tovuq go'shti juda ham mazali bo'ladi, qachonki fried rice bilan birga yeymiz. Fried rice tatib ko'rganlar albatta o'z fikringizni kommentlarda yozib keting, o'xshabdimi yo'qmi? Bu biz uchun juda ham. Bu videoni bo'lsa tayyorlab berish kerak bo'lganlarga jo'natib qo'ying.